Xohlasangiz mana shu 2000 dollar oling, o'yinni shu yerda tark etishingiz mumkin. 2000 dollar. Alloh aytgani bo'ladi, pul emas. Pul kerak emas. Ochamiz. Bugun Gentra ishtirokchisini aniqlaymiz. Mana shu ikkita akamiz finalga chiqishdi, xudo xolasa. Mana shu ichida qaysi biridadir Gentra sovg'asi bor. Xudo xolasa, bular Toshkentdan, bular Farg'onadan. Agar aytibdilar, mana shu Gentrani men yutib olsam hozir akamga beraman deyaptilar. Akam aytibdilar, onamni duolarini olib keldim. Inshaalloh meniki bo'ladi deyaptilar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Hammamizga nasib qilsa, mana shunaqa dadamizga, onamizga, akamizga mashina hadya qilish. Xudo xolasa, qaranglar, o'yin sharti shunaqa bo'ladi. Mana bu tangani otaman, bular tanlashadi, yo son, yo gerbli tarafini. Kimga o'sha aytgan taraf tushsa, o'sha birinchi bo'lib chamadonni ochadi. Xudo xolasa, biz o'yinni boshladik. Kuzatib turinglar. Aka, 500 so'm tarafi. 500 so'm tarafini Farg'onalik Dilshod akamiz tanladilar. Gerb tarafi bo'lsa, Ismoil akamga tushdi. Xo'p, hayajonli daqiqalar. Ko'ringan tarafi tanlash imkoniyati bor odam bo'ladi. Xohlasanglar almashtiramiz joyini. Turursin-a? Keling shuni almashtiraylik. Turursin. Turursin-a? Turursinmi? Rozisiz-a? Bo'ldi. Bismillah. Aka, gerb taraf tushdi, mana ko'rdinglar. Gerb taraf tushdi. Demak, Ismoil akam birinchi bo'lib qaysi chamadonni ochishni tanlaylar. Qaysi chamadonda Gentra bor, aka? O'zi ham bor. 6 oylik mehnatda buni bor, haydagan odam ham maza qiladi. Mana shu. O'yiz tarafdagi. Shansingiz bor, aka. 2000 dollar pul, aka. Xohlasangiz mana shu 2000 dollar oling, o'yinni shu yerda tark etishingiz mumkin. 2000 dollar. Alloh aytgani bo'ladi, pul emas. Pul kerak emas. Ochamiz. Ochamiz. Umra yo'llanmasi! Toshkentdan Ismoil akam umra yo'llanmasini yutib oldilar. Gentrani bo'lsa, Farg'onadan mana kalitini topshiramiz. Gapi aka. Bu mashinani o'ynayotganimda niyat qilganman, yutib olsam akamga beraman degandim. So'z sifatim bilan akam chetdalar, mana hammani ko'z oldida akam topshiryapti. Aka qulluq bo'lsin. Ya, gap yo'q. Shunaqa aka-ukalar ko'paysin, xudo xolasa. Hammaga omad. Bizani kuzatib boringlar. Bu boshlanishi. Xudo xolasa, inshaalloh hali BMW proyektimiz bor. Sizlar moy quyishda davom etinglar. Inshaalloh keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Rahmat.